Heyo, sizlar bilan 17 Forever. Bugungi videomizda Arsenalni Chempionlar Ligasida g'olib qilishga harakat qilamiz. Bilaman, ancha vaqt video qo'ymadim, 2-3 kunlab. O'zga yarasha sabablari bor. Endi yana davom etamiz. Kontentlar chiqarishga harakat qilamiz. Hozir men taxlab qo'yganda mana Arsenalni professional anonga qo'yib, botga qo'yib, Arsenalni qancha Chempionlar Ligasida g'olib qila olamizmi? Buni ko'ramiz. Hozir Leverkusenga qarshi birinchi o'yinimiz. Leverkusen maydonida bo'lib o'tar ekan. Darvoqe Arsenalni chempion qilib bo'lgandan so'ng O'zbekiston jahon chempioni qildim, ko'rdingiz. Nima deysa, jahon chempionati boshqa terma jamoalarni chempion qilaymi yo Chempionlar Ligasi Arsenaldan so'ng boshqa jamoalarni ham Chempionlar Ligasida g'olib qilaymi? Shuni kommentga fikrlaringizni yozsanglar, sizlardan bir iltimos, obuna, like, komment sizlardan iltimos qilib qolaman. O'yinimizga ham kirib oldik. Xo'sh, mana jamoalarning tarkibi bilan tanishib olsangiz bo'ladi. Tanishib bo'ldik. Qani o'yinni boshladi. Leverkusenning Bayer jamoasi o'yinni boshlab berar ekan. Xo'sh, ko'ramiz, qani Arsenalni chempion qila olamizmi? Xo'sh, mana to'pni olib qo'ydik. Gabrielda to'p, Raisda Zubimendi, Gabriel Martinelli o'yitiziga juda kuchli o'yinchi hisoblanadi. Sizlardan bir iltimos, ko'rdinglar qancha obunachilar obuna bo'lmas kuzatyapti meni. Salkam 95%, 96% obuna bo'lmasdan kuzatmoqda meni. 4% gina obuna bo'lib kuzatyapti. Sizlardan iltimos obuna bo'linglar. Bu menga keyingi kontentlarni chiqarishimga zo'r motivatsiya. Shu videodan so'ng 10 ta obunachi kelsa, men Arsenalni hozir hammasini o'ynashga ulgurmayman. Ikkinchi qismini chiqaraman. Ikkinchi qismida ko'rasiz Arsenalni o'sha mana Leverkusen Bayer bilan ikkinchi o'yini bo'ladi. Men hozir bitta o'yinni o'ynayman. Oldindan aytib qo'yay shuni. Shuni eslatma qilib qo'ydim. Sizlarga obuna bo'linglar. 10 ta obunadan so'ng men bu Arsenalni Chempionlar Ligasida g'olib qilishni ikkinchi qismini chiqaraman. Hozir bu birinchi qismi hisoblanadi. Boshlang'ich qismi qani to'p Edgordda, Edgord, Raisda, Rais uzatma Martinelli qani nima qiladi? Pushka zarba bera olamiz? Yo'q. Gyökeres zarba 1-0 Arsenal bilan hisobni ochib oldik. Gyökeres bilamiz Arsenal Chempionlar Ligasi finalda mag'lubiyatga uchradi Paris Saint-Germaindan. Bu Arsenalning o'zining xatosi hisoblanadi. Sababi Paris Saint-Germain klubidan Vitinha, Dembele kabi futbolchi Kvaratskhelia almashtirildi. Arsenal hujumga o'tmadi, himoyaviy o'yin qildi. Arteta cho'chidi, shu sababli yutqazishdi. Agar qo'rqmasdan ekstra taymlarda hujumga o'taverganda bironta bir golni urib olardi. Arsenal ham keyin g'alaba qozonardi. O'sha penaltida seriyasida o'sha asosiy aybdor qilib o'sha Eze bilan Gabriel ayblashmoqda. Eng katta xato o'zi Artetaning o'zida, sababi Ezeni bekorga maydoniga tushirdi. Ezeni o'rniga o'sha Havertz ham yaxshi o'ynayotgandi, Edgordlar yaxshi o'ynayotgandi. Bekor Gyökeresni tushirdi. Gyökeres ham o'yna olmadi. O'sha birinchi bo'lim yakunlandi bizda. Hozir ikkinchi bo'lim boshlab olamiz. O'sha Gyökereslarni o'yna olmadi. Juda hali pragmatik katta o'yinlarda umuman amaliyoti yo'q. Gyökeresni o'sha katta o'yinlarda umuman o'zini sinab ko'rmagan. O'sha Sportingda o'ynagan paytlar juda ko'plab gol urardi, to'g'ri. Ammo Sportingda qanaqa ligaligini bilasizlar? U Portugaliya ligasi top 5 ligalarga kirmaydi ham, hisoblanishmaydi. Top Sakada bizda o'yin tomosha qilamiz endi. Xullas 10 ta obunadan so'ng men ikkinchi qismini chiqaraman. Obuna bo'linglar, sizlardan iltimosim shu. Menga bu keyingi kontentlar chiqarishga katta motivatsiya. Va avvalgi videolarda ham aytganman. Avvalgi videolarda ham eslatma qilganman. 1000 ta obunachi ega bo'lsam, o'sha FC 26 o'yinni PlayStation 4 da, ya'ni PlayStation olib 4 mi 5 mi olib kontent qilaman va Sakadan super gol 2-0 katta ehtimol o'yin taqdirini hal qilib qo'ydi Saka hozir. Ammo javob o'yini bor, javob o'yinda yaxshi o'ynaydi. Leverkusen Bayer. Nima, endi Bayer o'yna olmas ekan deb harakat qilmay qo'ymaydi, o'yna oladi. Bayer ham yaxshi. Keyingi videom chiqarish uchun o'sha aytganda yana eslatma, 10 ta obunachi kelgandan so'ng ikkinchi qismini chiqaraman. Mayli 10 ta emas, 5 ta obunachi kelsa, so'ng chiqaraman ikkinchi qismini. Va to'p Sakada, Saka nima qiladi? Gyökeres, Martinelli, zarba, Blažević degan darvozabon bor ekan bularning. Darvozabon ham yaxshi ekan, ancha zarbamizni olib chiqdi. Ko'rdingiz-a? Salibada to'p, Saliba uzatma, Zubimendi shundan pushka ulab ko'radimi? Zarba, buni ham boki qiyinchiliksiz olib chiqyapti bu darvozabon bu zarbalarni ham. Hozir xullas to'p
Arsenalda Zubimendi Rayes uzatma Edgar edi. Bu Grimaldo egallab oldi to'pni. Xo'sh, 80-daqiqa nimalar bo'ladi? To'p Arsenalda qolmoqda va so'ng Raysda Rayes to'pni Jokrish uzatma Raysdan yana zarba ko'ramiz. Yo'q, aldamchi harakat va ajoyib aldadi. Ko'rdingizmi? Zubimendi u ham zo'r aldadi. Xo'sh, ikkinchisi yana aldamoqchi bo'ldi, lekin aldamadi. Bu yerda Alex Garcia. Bilasiz, ushbu futbolchi ham yaxshi futbolchi ekanligi va shu tariqa o'yin yakunlanmoqda. 2-0 g'alaba qildik. Endi javob o'yini Angliyada bo'ladi. Arsenal maydonida, Emirates Stadiumda bo'ladi. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin statistikani. Haqli ustun bo'lib yutdik va keyingi bosqichga o'tamiz deyman. Javob o'yinimiz bor hali. Ko'rdinglar? Uy, mana City Real yutibdi Cityni. Uy, mana anova sensatsiya Bergamo yutibdi. Uy, mana bitta anova sensatsiya Barselona yutqazibdi. Bu ham sensatsiya. Keyingi videolarimni chiqarganimcha o'sha omad va keyingi kontent chiqarish uchun o'sha 10 ta obuna, mayli 5 ta obuna sizlardan kutib qolaman. Sog' bo'linglar.